Salom do'stlar, sizlar bilan o'sha yo'qolib ketgan Diamond Gaming. Do'stlar, bugungi videoda biz seedlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi qism sizlar kommentga yozib qoldiringlar. Seedlar bilsanglar, o'shalarni video qilib sinab ko'raman degandim. Postda qilib hozircha o'zimiz seedlarni tekshirib ko'raman. Birinchi seedimiz bizda buni yaratamiz. Tug'ilishlarga qishloq kutib oladi. Kuznetsasi yo'q, lekin Armaniya qishloqida to'g'ri. Qarashchi, shunaqa qishloq. Ikkinchi seedimiz esa 999. Bu qishloq hamma bilsa kerak, lekin men sizlarga tasvirlayman. Bu yerda qishloq bor. Mana shu yoqqa borsa, men sizlarga hamma seedlar ko'rsataman, hamma sirlarini boshqa qishloqlar ko'rsatib chiqaman. Mana shu yoqqa uchib boringlar, lekin borsangiz oddiy mana shu qishloq bor. Bu yerda kuznetsa bor. Ichida mana bunaqa narsalar bor. Va endi boshqa yoqqa o'tamiz. Bizning uchinchi seedimiz bo'lsa, hamma bilgan ba'zi bilmagan. Tug'ilishidagi bitta qishloq bo'ladi. Bu seedda mana ko'proq o'ylab turaman. Bitta qarashchi 3 ta qishloq birlashib ketdi. Buni ham sizlarga ko'rsatib chiqaman. Maytdan qarashchi o'zim topganman buni. Bunaqa uchib borsanglar, yo'q shuni uchib borsanglar, mana shu yerda yana bitta qishloqni uchratasiz. Kichkinagina qishloq, baglari bor, salpal. Yerda qo'yib biz uni keyingi seedga o'tamiz. Keyingi seedimiz bo'lsa 74. Adashmasam mana shu yoqqa yurish kerak. Ayo bu yoqqa. Mana shu yerdan qarashchi. Bu yoqqa yursanglar. Bizning uchinchi seedimiz bo'lsa 441 midi. Yangi seedimiz, uchinchi seedimiz bo'lsa 2 joy. Mana shu yerda o'rmonda qishloq bo'ladi va bu yerda kuznetsa ichida mana bu narsalari bilan va hech qanaqa bag bo'lmagan qishloq. Bu yerda video oshiradigan bo'lardi. Mana keyingi qishloq bor. Bizning 4-chi seedimiz final. Mana shunaqa qishloq. Tug'ilishida bitta kuznetsa ichida mana bunaqa narsalari bilan
Mayli bo'lsa biz keyingi seriyaga o'tamiz. Beshinchi seriyamizda do'stlar bizani beshinchi seriyamizda bo'lsa hamma bilgan hazil o'zim bilaman xolos Winnie Juice deb yozasizlar. Bizani beshinchi seriyamizda do'stlar Winnie Juice. Bizani beshinchi seriyamizda do'stlar ba'zilar bilgan, ba'zilar bilmagan o'sha o'yinni o'ldirishdi. Bitta junglida paydo bo'lasizlar va faqat jungli bas bitta yusalarning mana shu sahrodagi qishloqlari bitta video olganman. O'sha videoning turibdi. Короче, bitta shunaqa qishloq. Do'stlar, agar bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib do'stlarga ulashib qo'yinglar. Ular ham shunaqa sizlarni bilib yursin. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr bas, ko'rishguncha.